Balansirovka haqida to'liq ma'lumot berishni boshlaymiz. Bobur aka, balansirovka ketganligini mashinada qanday bilsa bo'ladi? Mabodo agar sizlarda mashinalarni balansirovkasi ketgan bo'lsa, 50-60 ta qo'lingizga vibratsiya berishni boshlaydi. Balansirovkasi ketgan mashinani misol uchun ustiga kirishga vaqti bo'lmasdan haydab qo'ysa, buni zararlari kelajakda bo'ladigan oqibatlari haqida. Kelajakda bo'ladigan oqibatlar unaqa juda strashniy oqibatga olib kelmaydi. Prosta balansirovka yo'qligini hisobiga vibratsiya berishni boshlaydi va ozgina balonni chetini yeyishni boshlaydi. Xo'p, saka diska bilan qo'qon diskada agar ketgan bo'lsa, buni farqlab olish qaysi birida tezroq va qanday yaxshiroq? Saka diskada sразу aniqlasanglar bo'ladi. Saka diskada chunki sразу vidno bo'ladi, vibratsiya berishni boshlaydi, diskani o'zi yaxshigina o'ynaydi. Qo'qon diskada chunki labi bo'lganini hisobiga qo'qon diskada ko'p ustalarimiz farqlay olmaydi. Balansirovka agar mabodo katta tosh so'rasa, buni nima qilish kerak? Agar yangi balon taqdinglar, balansirovka katta tosh so'raydigan bo'lsa, razvartovkada balonni yechib turib, yaxshilab moylab turib, optimizatsiya ruschasiga balonni ozgina surib yuboriladi. O'shani keyin yana qayta yig'ib ishirib, balansirovkaga qo'yadi, balans cho'tki ko'rsatadi. Balansirovka o'zi qaysi sabablarga ketib qolishi mumkin? Balansirovka zo'r savol bo'ldi. Balansirovka qaysi vaziyatlarda ketib qoladi? Yaxshigina yamaga tushsa yoki mashinaga qanaqadir udar bo'lsa, ili bo'lmasa ko'p yurgani hisobiga balon titilib ketib, dabdala bo'lgani hisobiga balans ketib qoladi. Balansirovka 0 chiqyapti deyishyapti, lekin mashinada qaltiroq bor. Buni sababi? Buni sababi balonda yoki diskada bo'ladi aybi.